Mijozlar, sizlar uchun bankimizda qulay kreditlar borligini aytib o'tmoqchi edim. Sizlarga tadbirkorni rivojlantirish maqsadida MChJ yoki bo'lmasa yaqqol oshkor holda 36 oyga 6 imtiyoz bilan 24%dan agar ishchi o'rni yaratilgan bo'lsa 16 ziyod ishchi o'rni yaratilgan bo'lsa 20% kreditlarimiz bor. Moliyaviy ko'mak degan kreditimiz. Buni qanday tartibda yer baholash orqali transport vositasini yoki bo'lmasa noturar binoni qo'yish yil 12-chi bilan 36 oyga 6 imtiyozni olishdan bundan tashqari 302 kreditlarimiz bor. Aynan mablag' hisobida bo'ladi. Yoki bo'lmasa yangi ochilgan tadbirkorlik bo'lgan bo'lsa, bu tadbirkorlarga ham 20% kreditlarimiz chiqarib beradigan. Bunga ko'chmas mulk yoki bo'lmasa aylanma mablag' bo'ladigan bo'lsa, ish yo'li bilan olib sotib chiqaramiz.